Abbas, bugün seni resmi so'roq qilamiz. Şoň senden kütüdiğimiz barlyk ahvallarni aynan to'liq topshirishing kerak. Şundaq Abbas, sen üçün hazır birden-bir chiqish yo'li. Qilmishingni aynan topshirib, qonunning kengchilik bilan bir taraf qilishini qo'lga keltirishni iborat. Tushundingmi? Tushundim. Undaqda sen bugün nima uchun so'roq qilyapsan? Jinoyat o'tkazganligim uchun. Qandaq jinoyat bilan? Qandaq jinoyat bilan? Bunga men nima dey? Men odam emaskanman. Men o'limga loyiq. O'limga loyiq. Bo'ldi. Qilmishingni to'nig'anli bo'lsang, yaxshi. Lekin yig'lash bilan ish bitmaydi. Şoňa qilmishingning jarayonini tafsili so'zla. Hammasi mening oshko'zlik, insofsizligimning kasofati. Shodiya, bu yoqqa chiqing qizim. Ha? Nima ish dada? Ezim akamga tamoq qilib qo'yganmi? Ha, ap qo'ygan. Chiqib beraymi? Bo'ldi. Tamoqni menga bering. 2 kun bo'ldi, buvay ko'rinmaydi. Uni yo'qlag'ach o'zim chiqib beray. Siz topshiriqlaringizni ishlayvering. Ma'qul. Aras, men buvayni yo'qlab bo'lgandan keyin kanitga yig'inga boraman. Sizlar maktabga beraveringlar. Ha, bildim dada.
Assalomu alaykum aka. Bezimka. Mijozingiz yo'qmi nima? Tomoqmi yemay yetibsiz-ku. Bezimka. Keldingizmi uka? Qarasam, bakli mijozingiz yo'qdek turdi-ku. Daringiz og'riydi. Üç gün oldu. Faqatli mijozim yo'q. Onun ustiga Ay. Vallahi, ulardan biraz kamidim. Doktorga ko'rinmadingizmi? Azroq tomoq yeb oling. Hozirgacha bir narsa yemagan o'xshaysiz. Men berib doktor chaqirib kelay. Doktor kelib kasalingizni ko'rib baqsin. Bo'ldi Afgan. Tünügün Selim ketdigan. Qizdan doğru evetipdi. Şunu ishgan edim. Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Men hozir kandga yaqinga bormoqchi edim. Sal oldirib qoldim. Men berib Selimga xabar qilay. O qishingizga kelsin. Qolgan gapni men qaytib kelgandan keyin birnim deyishayli. Amisa shundoq bo'lsin. Xudoyim omonat. Xo'sh. Xo'sh. Ma'qul. Rahmat. Doğrularını mening diginim bo'yicha kelgansan. Shundaq mudir. Undaqda doğrularning hammasini hozir mening uyimga olib bergin. Qizim uni Ezin boyaga ishkizib qo'ysin. Mening boshqa ishim bor. Ma'qul. Dadang bormi? Bu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaq? Tinchlikmi? Tinchlik. Kashta bir ayaga boray deb atamsan nima? Yuqorqi mahallidagi Sadatxonning ko'ktatligini olgan. Shunga Ra'noxon har kuni kechda ko'ktat tayyorlab shaharga akirdi. Nima? Bir ay shuvamidi? Mo'yin bir ish bilan seni izlab kelishim adash. Bo'ldi demsa, ayvon kirayli. Qani, ayvon kirayli. Bolam, avu tag'irlarni mapik tashlab, sirt saqlab tur, Ma'qul.
Ha, qani. Ha, qani. Ha, qani o'tir adash. Qani. Boshqa ishmo yo'q adash. Tushda yezimkamga tamoq yeb kirgan edim. U og'rib qopti. Xilili holi yo'q. Doktorga aparay desam texi unimidi. Amdi sen o'zing berib ko'zitib boqamsan. Yoki fikrlaringdan birasini avatamsan adash. Dadamning mijozi shundoq g'alita. Tunegim basam yetibdikan. Doktorga aparay desam unimidi. Bizni o'yiga berib yotqin desam, texi unimaydi. Shuning bilan qaytib kelib do'ravatib bergan. Uni ishmabdimi? İçishni ishgan o'xshaydi adash. Biroq doktorning ko'ygini boshqa ishda. Amsa bundaq qilayli. Men hozir yuqorqi mahalliga bormoqchi. Hozir dadamning qishiga inimni avatay. At shahardan qaytib kelib, o'zim udul berib doktorxonaga opiray. Maylamsa. Ish qilib, atidan qolmay doktorga ko'rsatasan. Mening boshqa ishim botdi. Men manga adash. Ma'qul, ma'qul. Aqlamsa adash, xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Keyin ko'rishamiz. Qandaq gap bu, dada? Dorilarning bir munchisini yemabsan-ku, ha? Uning qarab o'tirsan, keslan saqiyapti. Ba'zilarini yedim, lekin ba'zilari bek ochiqkan. Yemedim balam. Voy, voy, dada. Seningchi bu dorilarning hammasi tatliq bo'lsa bo'ladi ekan-da. Dorini kasallik qarab beradigan tursa. Amsa, men yanay dada. Bir silan ko'rishadigan muhim ishim bor edi. Haras. Kechda men avatay. Bizni o'yiga berib bir qancha kun turib kel, ha? Bo'ldi. Uzatqil chiqmasang bo'ladi dada, ha? Bo'ldi, o'tir. Bo'ldi balam. Avaromma. Seningmi ishlaring bek oldirash balam. Men hozir xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Mendan ansirmasangmi bo'ladi? Sen ondaq desang mayli amisa. Men 2-3 kundan keyin o'zim kep ektay, ha? Onungacha dorilarni vaqti-vaqtida ichib turg'in. Ha? Yana al sulyo xaltada bayla tonurda olgan nambati issig'ini yevag'in, ha?
Ha, bu da giriş kalmaz. Azdırak verile ha. Aka! Handa. Hey aka! Bu yak gele. Ha, bana hazır. Ha, durup durun ha. Ya ukam, tinchlikmi? Ben seni izleydip duratdım, o'zing yaxshi gapcha. Menmi seni izleydip duratdım. Nereden kelishing? Malachi qaydab kirgandim. Ozroq pul lozim bo'lib qoldi. Ha. Shunga seni izlab kelishim. Ha, qancha pul lozim? 300 qo'y. Ha. Ne? Yaqindan beri o pulni ko'rdingmi? Heptinin oldida uchirgandi. Jiq gapni so'ramadi. Nima ish qilib yutibdi hozir? Nima ish qiladi? Yana shu so'rinlar burunqidek naqsh etib, to'y to'kilat uslanash bilan shu. Aqlsiz. Shunimi ishim bor deydi-da u. Aka, sen meni nima ish bilan dizgan eding? Mundaq ishday qara. Sen bilan deyishdigan ozroq gap chiqib qoldi. Shunga ata bir yerga yig'ilib paranglashsaq. Qandaq cho'lang tegamda? Ha, tegidi. Qachon ko'rishimiz? Bugun bir toshdan xabar kelib qoldi qara. Men hozir Gulboqqa chiqaman. Sening uying yig'ilsa qandaq? Men udulla shayg baray. Men saqlayamasan. Ha, shunda qolsin ham. Shunda qolsin. Hey, Aras. Oyshamga telefon berib qo'y. Umi kelsin. Ha, ma'qul, ma'qul. Ma'qul emasa. Ma'qul. Tamoq atmadingmi qizim? Ha, yo'q. Men cho'ng'il yeb kelgan. Sizga aytib beraymi? Bo'ldi. Meningmi qo'sig'im osh emas. Hozir yana Hezim buvayni yo'qlab chiqay deb kirsam, yana shu hol yo'q beti yetibdi. Qo'sig'im och o'xshaydi. Bolalar doktorga ko'rsatmadimi deb so'rsam, yig'lab ketdi. Hey. Qandaq balla, cho'ng bo'lib o'libdi dadisi qarmaydigan. Tünögün ışık aldıda Selimkam uçurab, dadamni uyga ep ketay desem onimidi. Ertesi akşama qarab qo'yasiz deb qo'yib ketib qoldi dada. Yo'q gap. Bu ay ballarning ko'nglidikin bilgachga o'nimigan gap. Agar chin ko'nglidan ep ketish niyati bo'lsa, mushundaq oxiri xeribchilik detamdi. Hey. Agar anam qaytib kelgan bo'lsa, buvayni uyimizga qaytirib kelib bir necha kun boqqan bo'ladi-qa dada. Bo'ldi qizim. Bu ishlarni onangiz kelganda bir nima deyishayli. Hozir kirib o'qishda bir suv qashiding qizim. Ma'qul. Akamni aldib qo'y. Qani, elisla. Ha, qani. Asla dadisi. Elangla. Gapning poskalsin Ha, deydi. sizlarmi yanglar? Ben şu taşның ishi bilan sal aldirashib qoldim. Sizlarni saqlatib qo'ydim. Endi bugun sizlarni bu yerga yig'layli deyishimda qaysi kuni Rahmon mudir izlab beribdi. Demisimi dadam yolg'izchilikda yotsa bo'lmas. Buni qanday qilamiz? Qani, har qaysinglar birini deb beqinglar. Bularni bir nima dangla deb haqni tanglikni qo'ymay, siz uyning cho'ng bo'lgandan keyin gapni bir kesibli desizlar. Men desam,
U bol daptaranlıgan, işek ağrıgan yerlerde жүріп. Öy, dada, bir tuqallarını unutup ketdi. Onun da ümit yok. Әмді müşahede olturgan 3-1 tuqqan qaldık. Bu işqa muşular bir nimi demisek bo'lmas? Men bir eg'iz gap qilay aka. Bay sen o'bulning gapini qilding. U asli undaqmi bola emas edi. Men go bir ayol kishi erning uyida uning chiroyi qarab ish qilaman. Lekin sizlar o'bulni aqlliq mehringlar bilan yeninglar tatib, holidan obdanaroq bir xabar olgan bo'lsanglar, endi uni yo'q chiqaribetsanglar, u buningdan keyin Bo'ldi qilasinglar. Akamning gapining oxirini anglab boqmamsa. Mening deginim. U bol dadamga qarab ketenmaydi deginim. Endi hammanglar bilasizlar. Men hozir toshning keyindan oldirash o'p ketdim. Yuqorqi mahalda olgan ko'ktatliqning ishi teq turdi. Ranaxonmo shu ko'ktatliqda turib ishlayotdi. Endi qanday qilamiz? Meningcha hozir dadamning holidan sen xabar ep tursan, qanday ukam, shunda qiling ukam. Menma? Aka, bilasan-ku, men har kuni bozorda savdo bilan aldirash. Ayolim yaqinda bu yan kasalchan bo'lib qoldi. Meningcha munda qilsa qandaq. Biz o'bilni qaytirib akilib, ozroqdan pul yig'ish qilib, dadamga qarqilsa qandaq. Voy, aqlingizdan o'rgilay ukam. Boshqalarcha shu aldirashchilikda dadasiga qarish kerak ekan. Lekin bu qig'il ish topolmay, nenikini oyog'i sakrab yurgan o'bulaqon qarasa, uning pul berdigan ishmikan? Acaba o o'bulaqonning dadasi emasmikan? Yenge, mening demoqchi bo'lganim, o'bulni dadamga qara deyish bilan ish bitmaydi. O ikkisining haj-xarajatiga pul ketadi. Shuni o'ylashmayim bo'lmaydi. Hozir mantiqi aldirash. Sizlarni aldirash devatsanglar, mushunda qilmaymi amal yo'q. Ukam, muzg'i talangatgandek gap qilasiz-ku. Sizlarmi bizmi aldirash devatsanglar deysiz-a? Biz aldirash bo'lsaqchi, pul topsaqchi, yana shu hizm jamiyat uchun tepiyotimiz. Endi bu gunohmi? Oy. Jimtislar? Bo'ldi, sen aralashma. Bo'ldi aka, talashmanglar. Dadamni malla uyga olib ketay. Buning uchun erimini uydan qo'g'lab yurimiz. Bo'ldi singlim. Sen erning qo'lidagi odam. Uyingmi boshqalarning yurtida. Bu yerdagi ishlarni biz hal qilib ketalaymiz. Enis munda qilayli. Har qancha talashsaqmi ukam, bu ish ikkimizga qarashliq. Şuna ukam, sen oldi bilan ish gapni qarab tur. Qog'inni shu vaqtda birim deyshayli. Qandaq? Ish gapda? Shundaq, ish gapda. Siz bizni tashlab bakmi baldir ketib qoldingiz. Bu kamichi yashagan bo'lsangiz, bolalarmi ona mehri qolgan bo'ladi. Menmi buncha yolg'izlikda atib, g'eribsinmagan bo'lardim. Lekin Tangrim farzandlar farzandlar
Nima tamoq yeysizlar? Sen buyurun aka. Hozircha to'q qo'rimisdan birni. Çöptün bir taq sekilim. Qag'inni eli deydi. Ma'qul. Aka, o'tganda olgan tashlaringning so'zi qanday bo'lib ketdi? Xeli yaxshi efkan. Elishdimi? Xeli joyida optikanman. Hozir hisoblab ko'rsam, foydasi
Munda qatınlığandaq qiladi. Rana açandını anlasam, ötkende yuqarqı məldən ağan köktatlıqının bazarımı yaxşı olup yetibdi, ha? Shundaq. Ranaxan bir nimalarni qilyotdi. Ish qilib, bozorga akirib ulgursilar, top oladiganqa odam tayyor. Ondaqda şəhərə uy saldığın işin qandaq oldu? Aslida hozir o'yin silishga bek oldirab ketibganman. O'yin silib uzoq o'ldirmayla shaharga uy silishning maslahati chiqdi degina. Hozir shahardan yanimi o'qish bo'ldim. Atiyaz kirish bilanlar. Shu ishga tutish qilaydi. Obdan o'ylabsan aka. Pulnimi topgandan keyin endi öynimi öyüm bor degidek toza bir ishlik. Oy, ham qiz, bu yoqqa keling. Ha, mana. Nima ish? Bu yerda ishchi bo'lamdi. Bu yerda bo'lmaydi. Al oldi tarafda bir do'kon bor. Shu yerga chiqib ishchinglar. Ha. Amin. Allah. Assalomu alaykum. Yolbosan Abbas bay, yolbosan. Özlirdim bo'lsa. Ha, shundoq. Kun chiqganda go'sht sotmay kelib qaptiliq bu yerga. Kimigimi sotmay shu go'shtni. Mushkullarda qon besimi, qondagi may degan so'zlardan kishilar o'lgida qo'rqib, mana sizlardek go'shaydiganlar kundan kunga azlab ketdi-da. Deganda bir qo'yin so'ysak, tushkicha yermi tugsa, shukr deymiz-da aka. Uncha valam emas-da. Ishonmaydi ekansizlar-da. Hozir bu bozorda ahvoli yaxshiroq. Sizlar bo'lib qoldinglar. Bir hek bormoqchini boramsizlar. Vaqtim yo'q. Emsa, yeliqida 2 botolkani yegib beringlar. Ben tutay. Pulini yeliqda tagi. Yana nisima? Hamiz qancha pul oldi? Ben hesaplamadım. Sizlarning deginingni hesap. Ben bana yemese. Qandaq ezimka? Tinchlikmi? tinchlik. O'tirib ketibsiz-ku. Sizni saqlab, mishada o'ltirib turdim ukam. Asta saqlatib qo'ydim-da, qani. Kiring. Amin. Allahu ekber. Tinch turdingizmi ukam? Tinchlik. O'zingizmi tinch turdingiz aka? Tinchlik.
Shodiya texi maktabdan kelmagan o'xshaydi Ezimka. Birdan paranglashib o'tirib turayli. O kelib bir tamoq qasson. Mushadil tamoq yang. Ketiman deman, bo'lamdi. Rahmat ukam, rahmat. O'zingiz bilasiz. Kichik o'g'lim Ubul uy kelmagili 2 oydan oshdi. Manga amra bo'lib, ancha-muncha ish kuchlarimni qilishib beradigan bolam faqat shu Ubul edi. Men akıllarga onu tep ekep berishni aytsam, ular Ubul shaharda bor ekan, chiqqili unimidi deb kari bo'lmadi. Siz qandaqlommusun mahallaning cho'ngi? Siz shu balamni tep ekep bersangiz, menga hamroh bo'lsa deb sizni izlab kelishim ukam. Shunga xafa bo'lmay, menga bir yordam qilsangiz bo'pti-ekan. Xotirjam bo'ling. Men mushu 2-3 kun ichida Ubulni cho'qim tep akab beraman. Rahmat ukam. Siz birdam o'tirib turing. Men 2 sapoq uzum olay. Bo'ldi, avaroman. Qani keldi. Mana aka qo'yning go'shi o'g'an balaning bo'g'zi, qani keldi. Muslim bir ko'rib baqsil deyman. Mana kelsin deyman. Keling akam, qayerdan? Mushansizlar. Mushanma? Bo'ladi ukam. Top to'g'ri 1,5 kilo keldi ukam. Nochi go'shni bor-ku, mana shunday sotadigan gap. O'zing sotamay, ko'zing qizirib, toza qarab qolsa, shunda qadimlar chiqdaymi ukam? Odamcha. Mana iling ukam. Uyga ko'rib ishga kimlasingizlar, pishidi ukam. Apara. Toza obdan yerda oldingiz. Aka qo'yning go'shi, qani kaslar, kim muslimi ko'rib baqsizlar, kasil deyman. Obdan go'sh bor. Toza obdan yerni tanlab qo'ydim, qani kasil deyman. Paxlandan go'shi qani kaslar. Mana kasil deyman. Paxlandan go'shi yemislar armonda qalla. Voy, Abbosboy, bu tarafga qarab maqli. O'g'il bolaning bo'g'zi mana bu yerda deyman, qarasizlar. Yo'l bo'lsin. Rahmat. Girish satmay, sitishni giribsan-da, Endi o'zingizlar bilasizlar aka. So'di deganda gap bo'lmaydi. Qanday go'shdan bir qo'lni kesayman, mushu bir qo'lni. Qanday qo'yning go'shi bor? Voy, qanday qo'yning go'shi demsiz, obdan qarab beqing. Tishimigan paxlanning go'shi, saqlab turib yeydigan go'shda. Kes berayma. Maqramsa. Mushu gaplaring uchun bo'lsa-mo, go'shni olmasam bo'lmas. To'g'ri. Sal turib, oldi qo'lni jinglab, dukonga olib bergin, Bo'ladi. Voy, Abbosboyga bir oldi qo'l ketdi. Mana. Ezimka. Eliq kuni Abbos sizni uyiga akitibdi-kan. Uzun turmayli yenib kelibsiz-ku. Könenmedim ukam. Nimishqa ko'namadingiz? O'g'illaringizning uyi tursa u. Bu gapni so'rab qoldingiz ukam. Kimmi mendek yolg'izchilikdan qutulib, o'z o'g'illarining uyida xotirjam turishni xohlamaydi deysiz. Hozir sizlar mening holimni tushunasiz. Sizdan yo'shirmayman. Men o'g'illarimning ko'nglini obdan tushunaman. Har qatim mayli bo'ptilar deb ularning uyiga boraman. Lekin oqidilla ko'ngil og'rig'i tortib qaytib kelaman. O'zimdan og'ish. Xo'sh. Shunga yanala mushu o'zimning uyida yolg'iz turganim ming yaxshi ekan ukam.
Lekin aka, ular sizning o'z bolalaringiz bo'lgandikan, aslida sizga texim yaxshiroq qarshi bo'ladi. Nemisin deysiz, ukam? Men hozir qarsam, bolalarning butun xiyoli pul tepishdi ekan. Men bir ömür yo'qsizlikda yashab, bolalarga hech qanday mol dunyo qoldirolmadim. Şuna boldular. Bolalar nima his qilib pul topsin. Men ulardan og'rinmayman ukam. Gapingiz to'g'ri aka. Agar sizda bolalarga qoldirg'idek mol dunyo bo'lgan bo'lsa edi, u chaqda ular sizga hozirgidek muomala qilmay, sizni beshig'ib ko'tirishadi. Deganim to'g'rimi aka? Qani, üzüm yeyli. Elan. Qani, elan. Allah'ın kumalları, sen yardım
Qandaq ahvoling, ukam? So'rani toza qizitayotgan o'xshamamsan, ha? Rahmat mudir. Bu yerda turib qapsizg'o. Juring, so'rin kiraylik. Bo'ldi, ukam. Men seni izlab kelgan. So'ringa kirmay, biz birga mahalliga qaytaylik. Ha? Maliga? Malika oy teshikdi mudir. Teshlik, ukam. Dadang o pulni tep bering deb meni izlab beribdi ekan. Sana deydigan o'yim gibi bor o'xshaydi. Shungisini izlab kelish. Shuncha muhim gapmikan o? Yugili bordigan. Shundaq, ukam. Dadang bak topilib ketgachga men ataydan mush uchun kelgan. Yurak bilan qaytaylik. Ma'qul amsa men so'rin kirib, deb qo'yib yenib chiqay. Ha? Chapsan chiqqina. Men seni atrab saqlab turay. Ha. Ne bo'lding, ukam? Bir obdan so'rindan qaytirib chiqqanimga achchig'im kelyapti men. Yaqay bu nimdeginingiz? Amsa jimlikka ketdim. Mushundaq kashda tuzsiz izlab kelishingiz. Bira bu mundaq ish, ukam. Ezim akamning yaqindan buyon salomatligi toza yaxshi emas. Abbas uyiga opirib olgan edi, yana qaytib kelib oldi. Onun ustiga akalarim aldirash bo'lg'achga yetishmay. Onun ustiga Ezim akam seni yenimda tursa deydi ekan. Mening nasihatimga quloq solib qo'ygan ukam. Amal bo'lsa, bundan keyin dadam bilan birga tursin. siz meni tushunasiz aka. Men ya burundan tortib bir kasbni o'rganmabdi ekanman. Akalarim bo'lsa o'zlarining ishlari bilan aldirash. Shunga menmo o'zim tanlagan kasbning neni ishim kerakda. Degining to'g'ri ukam. Men kunduzi bak aldirash. Uning ustiga kunduzisini izlab topqilib bo'lmaydi ekan. Shunga oqshimi izlab kelishim. Hamda seningmi o'ltirib qopishda o'z erkinliging bor. Lekin muhimi dadangning holidan xabar elish. Senmi cho'ngib qolding. Shunga mening maqsadim ba'zi bir qiyinchiliklarni biz kampdan o'tib sen bir mezgil dadangning qishida turib, uning holidan xabar olsan qanday? Mening gapimni to'g'ri topdingmi, ukam? Ma'qul aka. Dada meningki. Asli bu gaplarni sizning deshingizning hojati yo'qdi. Men sizning deginingizda qilay aka. Rahmat, ukam. Qandaq bu yer turibsizlarmi? Assalomu alaykum adash. Va alaykum assalom. Seni izlab topqilim bo'lmaydi ekan. Nega berib keldinglar? Nega vartiq shu? Qo'shniyazniki Bartajim uyiga chaqiribdi ekan. Basaq mehmondochilik tugimay uzab ketib endi kelishimiz. Saq 3 kunda sizlar. Bak yaxshi bo'pti. Qanig'icha o'ynab kelgansizlar? Voy, uni bir demisizlar. Lekin mush odamza. Ha, bo'ldi. Ha, meni nima gizdigan? Sana deydigan muhim bir gap bor adash. Lekin bu yerda uchirishib qoldik. Shunga Bo'ldi. Davrinladash. Ha. Mundaq gapdi adash. Ezim akam Abbasning uyida turg'ili unmay yenib kelib oldi.
Әмді сілімі алдыраш болғашқа вақыт чықсыр яқшы қарават сілі. Лекін о енілі сәл ялғызчылық татып қалды. Шоңы біз ойлышып, оны езіміздің яшанғалла санаториясыға орылаштырып қойайлы дейішкен едік. Әмді бұл ішқа сілі қанда қарайсылан кен. Шоны біліп бақай деген. Pa, Rahman Modir, o'ylab topgan aqllarni qarasizlar sizlarning. Bizning oilachi yurtda 3ning birisi tursa, Selimning dadisini undaq namratlar yaslisiga opirib baslar. Selim yuzini nada qo'ydi? Siz undaqmı deb ketmang. U ya siz degandek, undaq nomusliq yama emas. Voye, qandaq yerligini-chi biz toz obdan bilamiz. Tex siz undaq deganiniz bilan Ezim akamning u yerda turishga sharti to'shmaydi. Men texi oran so'zlashib bu ishni Voy, Modir. Rahmat sizlarga. Undaq iltifotlardan-chi boshqalar bakirman bo'lsin. Hey, bo'ldi. Endi Modir, qarasam, Rana xonning gepining xili jini bor. Demasimi, sen degan yiliqi yerlarning nomini o'zing bilasan. Biz ko'takdek shug'ul turib, dadam undaq yerlarda yursa, bizga sat emasmi? Shuni eng yaxshisi undaq qilmaylik. Lekin adash, rostini aytsam, men bu ishni Ezim akam bilan deyishgan. Dadam nima dedi? Ezim akam bu ishga ma'qul bo'ldi. Qara, biz o'ylagancha dadam o'ylamaydi. Shuni eng yaxshisi bu gap mushadil qolsin. Biz mayli. Shundaq bo'lsin hamsa. Lekin adash, Ezim akam bu ishga qo'shilgan. Shunday bo'lsin. Biz mayli. Xudoyim omonat adash. Ha, ma'qul, xo'shamisa. Xo'sh. To'g'ri dada. Shuncha kasal tatqucha. Men xabar bersang bo'lmasmidi? Yoki bo'lmasa, do'xtirlik doktorxonaga borsang bo'lmasmidi? Yolg'izchilikda qandoqmi qilgansan dada? Bo'ldi balam. Azrime. Men xeyli saqayib qoldim. Asli doktorxonaga boraymi degan edim. Biroq do'xmush xeyli var. Bir ko'zim bo'sh ko'gashga berib kelishda qiynalib qoladigan men bolam. Uni ustiga Ansirma dada. Sen turib doktorxonasini o'zing gapirma.
Qani, tavziyeli. Әмді түнігін Hezim aka meni izlab beribdikan. O balalagı daydigan muhim gepim bor degashga sizlarga xabar qilgan. Nemi gepi borligini menmo hech uqmadim. Ayşamxon ig'ir oyoqkan. U bil og'illari bilan sirtqa chiqib ketgashga uningga xabar qilolmadim. Qolganlar kep bo'ldinglar. Әмді men chiqay. Qolgan gap so'zlarni o'zlari To'xtab turing ukam. Bu siz anglaydigan gap. Ballar bilan birdam o'ltirib bering. Hezimka, sizlar hammanglar bir uyning odamlari. Men chiqay. Bo'ldi. Dadam dedi-ku. Hammamiz o'z odam. Birdam o'ltiring, Qani, og'ash o'ltiramiz. Qani. Qani e'lonlar, Deydigan başqa gapmi yo'q, balalarım. Men bir ömür gurbetçilikte yaşap, yeşimmo bir yegi berip qaldı. Her qaysınlağa artıqça bir nərsimi qaldıranmadım. Hazır məndə bari faqat muşu sandıq bilan bu konu öy. Balalarım, bugünkü bu sözüm sizlarga vasiyat bo'lib qolsin. Navoda Dada, Navoda yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, balalarım, bu uyni o'bilg'a beringlar. Shu balam igidarchilik qilsin. Balalarım, bu sandıqda azroq bir narsa bor. Bu qanchalik pulga yaraydi bir narsa degili bo'lmaydi. Shunga buni hozircha o'zim saqlay. Vaqti kelganda qanday qilishni sizlarga deyman. Menga hozir bir kun o'tsa shu hisob, balalarım. Ortiqcha bir narsa lozim emas. Lekin vaqti kelib, ko'zim yumulib yetib qolsam, meni loyig'ida uzitib qo'ysanglar, qog'ini sizlarga qoldi, balalarım.
Bo'ldi, Zimka. Ko'ngil. Bo'ldi, yig'lamasizlar, dada. Yig'lama dada. Ko'nglingni yerim qilib nima qilasan deydi. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama ana. Yıldırap şaman geldin Allah'nadan zorhan Kuş koyduğum zorhan Sayvanın şamali ma Dik dik kan zorhan Sayvanın şamali ma Dik dik kan zorhan Ana. Əmisi ağillər, mən bunundan keyin sizlər bilan davamlıq müşundaq o'ldiramayman. Nemishqa desanglar, dadamning holidan xabar olsam bo'lmaydi. Lekin shundaqdimi, do'stligimiz yana mushundaq davomlashaverdi. Qani xo'sha, ko'taraylik. Xo'sha. Sen dadangga qanday kamera bo'lasan? Ya u kichik bola bo'lmasa? Ya bo'lmasa dadangni bolalar usul selib ko'chalarda aylantirib baqay demsan. Sizlar undaq degan bilan dadam rostli yolg'iz, birisining hamroh bo'lishiga muhtoj. Voy, dadangning sendan boshqa ne boyvachcha o'g'illar tursa, shular xabar olmay, ajab sendek yanchig'ida 10 tangisi yo'q bir o'g'li xabar olam degansan. Qiziq gap qilib degansan, og'ina. Emasmi? Sizlar undaq degan bilan aqllarim bak oldirash, ular yetishamaydi. Qaraganda oilanglarda aldirash emasdan faqat salli o'xshaysan. Shunga bizga bir pad o'ynapagi. Allah'nadan zorhan Kuş koyduğum zorhan Kızdırlaydı bilirse Dik dik kan zorhan Kızdırlaydı bilirse Dik dik kan zorhan Seyyarimni sevinip Allah'nadan zorhan Kuş koyduğum zorhan Canım kaldı dirifte Dik dik kan zorhan Acınım kaldı dirifte Dik dik kan zorhan Uç! Acep bir uturvatgan qimavazlik jimib ketdi-ku. Gap qilmamla. Ras, dadlarni uyga akilamla. Obdan o'ylandilimi? Uç! Sizlardan gap so'ravatdim men. Akşam emmini sana dedim-ku. Yana so'raveraman sen. Mening deganim, dadlarning sildan boshqa ballar tursa, sizlar uni uyga akaganlar bilan vaqti kelganda sizlar degandek chiqmay qolsa, u chaqdiza. Ey hamakat xotun. Oldingi kuni dadam bizni uyga chaqirganda bizga ammin dedi-ku. Endi mushu vaqtda dadamni uyga akilib olmasam, qachon akilaman? Biz bu yerda maslahatlashib turgan bilan boshqalar bizdan burun chiqib dadamni akab bo'ldimi degi. Sizlar shunchalik ishonch qilayotgan bo'lsizlar, as-samat bilan berib, dadlarni ekivasizlar. Ish qilib, o'yimchi hozir tuqqanlarning hammasi dadlarga qiziqyapti. Shuni tez berib, tez keslar. Bo'ldi dada, men amin dedim-ku. Ish qilib, sen bu uyda tursang, men xotirjam bo'lamaydi ekanman. Men hozir xili bo'shab qoldim. Shunga bizning uyga berib, bir mezgil turg'in. Holingdan men xabar olay. Ma'qul balam. Sen undaq degandekin, basam boray. Amisa uyni yig'ishtirib qo'yib chiqay. Shunda qilay balam. Tezlik bo'l, ha? Ha. Her astada uyda ubul yo'q. Ensiraydigan narsalar olsa, elib olgin, ha?
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ukam. Qandaq tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nadin kelishing? Ha, dadamga qarab baqay deb bo'lsam uyda yo'q. Shuning bilan cho'qim akamni uyda deb o'ylab, mushiya kelishim. Dadamni hozirla keldim. Sen uy kirib tur. Sirtqa chiqadigan azroq ishim bor edi. Ha, ma'qul, ma'qul. Qandaq bo'ldi? Hay, sizlardan gap so'rayaptimi? Ishoniqi. So'rang bo'ldimikin bu gadoy? Men qerib qoldim bolam. Mening oxirgi umidim seni o'lik o'choqliq qilish edi. Lekin buni qilolmadim. Mendan og'rinma bolam. Undaq dema, dada. Men uchun hozir eng muhimi sening sog' salomat turishing. Uy o'choqliq bo'lish ishiga ancha oldirmasaqmi bo'ladi. Ahmoq bolam. Undaq deganing bilan sening yeshig'ingga o'birga berib qoldi. Men sening yeshig'ingga kirganda akang xeli cho'p-cho'ng bo'lib qolgan. Hozir seni o'ylab qo'yay desam, qo'lim qisqa bo'lib qoldi o'g'lim. Akalarim sana yaxshi qarayapmidi? Bo'ldi, dada. Buning uchun ko'nglingni yerim qilma. Men arzu-armonlarimni tushunaman. Lekin ba'zi ishlarni hargiz sendan ko'mayman. Sana desam o'g'lim, cho'ng uyga sen igdorchilik qil. Buni akallarimga dedim. Yana sen xotirjam bo'l. Bir amal qilib seni pat arada o'ylab qo'yaman o'g'lim. Seni zafatan. Qiziq gap qiluvchimi? Assalomu alaykum adash. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Asli silini bu yerdan topqan oldi ekanda. Mushu ko'ktatliqni olgan. Shuni bir qarab o'tay deb bu yerga kelishim. Qandaq bir ish bormidi? Shundaq. Bir ish bilan silini izlab kelishim. Qani, oyoq o'tib boranglar. Ha, ishlayveringlar. Ha, ishlayveringlar. Mundaq ishdi adash. Tünügün Abbas meni izlab beribdi ekan. O dadamni akam beqavatqili xili bo'ldi. Endi onunga desangiz, dadamni menmi bir mezgil baxsam deydi. Şoňa sizlarni bu ishga qanday qaraydi ekan deb sizlar bilan maslahatlashgili kelgan edim adash. Abbasmi qiziq ekan, ha? Men o'z aks tursam, undaq gapni udulli kelib, mang'il demay, seni orig'i selib yurganini qaramamdigan. Aşınçılık iş üçün şun çıkıp ketiş lazımmikin, ha? Buni uqmadim. Abbasmi bu gapni udilsang deyishga xijil bo'lgan o'xshaydi. Əminsə, munda qilayli. Mən desəm, dadam hazır bizning uyda nəhayət yaxşı turibdi da. Əmdi ukamning gapini men bir obda o'ylashib baqay. Mayli. Ish qilib, sizlar akuki bo'lgandikin, ukamning talabini obdan o'ylashib baqqin. Əmis shunda xo'sin. Men qaytay. Ma'qul adash. Xo'sh. Obdaroq o'ylashib ish qilasan. Bo'ladi. Uy. Nakaslar.
Tinchlikmi ukam? Tinchlikmi aka? Nega mangding? Seni izlab mangan. Ish bormidi? Seni 2 qitim izlab berib uchirtammidim. Endi sana desam aka. Dadamni beqiyotganingni bir oydan oshdi. Endi menni uyga olib hafta 10 kun baqay degan edim. Shunga seningcha Bunday qilsang'a bo'ladi ukam. Lekin bizning uydagilar dadamning mijozini endi tushunib, o'ltirib qo'pish, g'izallanishlarni iziga soldi. Shunga hozircha bir mahal bizning uyda xotirjam tursin. Bu dadamning salomatligi uchun foydali. Qag'inni keyin bir nima deyishamiz. lekin aka bu Oldirash ishim bor edi. Men mangashtiray, keyin ko'rishaylar ukam. Ma'qul, qo'shamisan. lekin aka Shunda qo'sha ukam. menmi dadamning bolasiku. Oy, tinchlikmi? Turibsan-ku. Nima ish oldi? Nima ish bo'lyapti? Qaysi kuni sana degan ish shu. Undaqda nima deyishdinglar? Dada nima ish oldi? Dada, unaqa nima bo'pti? Qanday deysiz qizim? U bekli xafa ko'rinadi-ku. Kim biladi? Bilishimcha ularning hozir shunda xafa turishgan tuzukdak qiladi. Bu nima deganingiz, dada? Bo'ldi qizim, bu ishlarni keyin bilib qolasiz. Dadam doim shunday ko'ngan. U atganda chiqib harakat qiladi. Shunday qiladi. Bu odat emas. Biz uyga ketmoqchi. O'zimizning uyiga. Nimishqa? Nimish ketsizlar? Ketmasak bo'lmaydi. Bu sizlarning uyinglar-ku. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men sizlar bilan birga tursam deyman. Agar sizlar xohlasanglar, mushat turib qolinglar. Biz birga turaylik. Dada, buvamni Selim kamla beqiyotqil xeyli bo'ldi. Bizim akilib bir necha kun baqsaq bo'lmamdi. Shunda qilsaqqa bo'ladi qizim.
Mana. Tush, mana. Tushdim, Tushdi. Mening cho'nkan, tush. Olamamda. Mana chiqmamcha. Olma. Tushmamcha, mana. Tushdi. Tush. Mana. Tush. Bo'la. Alamda mana bizning oldi, Bo'la. Tush, mana. Mana ola. Mana tushdi. Ay, qizini o'ynaysan menda ya, ukam. Akila mana. Mana qala. Zakir. Mana biza. Bu yoq kela Zakir. Anlashmadi bu yoq. Achidmas qilibdi. Abbas aka. Hatta shaharga mala chiqib kiraydigan. Yenimda pul sal ozgan. Shuni hali ishkanning pulini joylab olsam o'ptigan. To'g'ri. Abbas aka qiziq kelsan. Mushkullarda menda pul nima ish qilsin? Agar menda pul olgan bo'lsa, bu yerda bekor o'ltiratdimmi? Deb baqa, Lekin sen undaq degan bilan men degan tijorat qildigan odam. Tushundingmi? Bilman aka, xotirjam bo'l. Biz vaqo potolkini tashlab qechib ketadiganlar emas. Yanchimizga pul kirsa, o seni qanday, Undaqda at yana beka o'xshamamsa. Amisa. Shuamidi? Ata shaharga bormay, qarasam xilili zerikibdiman. Buloqtaqqa berib, toza bir o'ynab kelay deyman. Qanday? Billi chiqamsa. To'g'ri. Nimandaq sheringi bangba aka seni 2 kundan beri zerk o'lay debdim. Toza shifoliq ishni birini qiladigan bo'lding-da sen, Shundaqmi? Shundaq bo'lsa, chataqib ko'rishaylik. Bo'ladi. Shundaq bo'lsa. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Kelin o'ynaymiz. Qaynamiz aka, men 2 botolkini qo'ydim. Qog'inni o'zingiz tashab bering, Bo'ldanda aldırma içeyli, mening beshimni bek esivetdi. Aras, sen tek mening ilk savolimga javob bermading. Nima? To'g'ri aka, sen bir ishqa 5 yil qaytayotganligini degayding. Senda pul desimi, 100 desimi yetkish tursa, nima ish o 5 yilni qatirgan? Zadi bir debaqina. Zadi nima ish o? Degina. Hey. Qandaqli ish bo'lsa bir debaq bo'lsa, odamlar ishini siqmay, degina. Amisa, bu mutlaq maxfiy ish. Bununla faqat sen yordamlasa, lekin zuvoningni qattiq tutsa. Agar deginimda qila olsang, bundan keyin seni hamma jihatdan rozi qilaman. Ammo shuncha chandırib qo'ydigan bo'lsang, o'zingga hesiba. Voy, ajab qutildabli gapdingga. Meni nima ko'ryapsan, Men degan o'g'il bola. Sana deb qo'yay, vaqti kelganda bizdan jon chiqadi ekan. Hargiz bir eg'iz gap chiqib qolmaydi. Fuqamsa buni. Aka, degina zad nima ishdi? Sana desem, akamning uyida bir narsa bor. Shuni chiqamiz. Asli unda qilmasam bo'ladi. Lekin qarasam, akam u narsani o'zi egallab olmoqchi bo'lyapti. U asli hammamizga taalluq narsa tursa, nima ish uningga tashlab? Amsishdi. Şunu bu gapni men sana. Nima o shuncha maxfiy ochiqdigan? Bo'ldi, sen bu gapni hozircha mushinchilik tutqin. Qog'inni vaqt kelganda. Bo'ladi. Chataq yo'q, qanchalik ishdi u? Qani xuja?
Ha, xo'sh. Bo'ldi, chataq yo'q. Qani xo'sha. Xo'sh. Ha, tinchlikmi? Dadingiz bormi? Yo'q, shahar kirib ketgan. Hajab kashug'anni mengibdi-ku. Jiddiy ish chiqib qolgan. Voy, birdam o'ltirib mangmamsiz. Bo'ldi, dadamni ko'rib kelay deb kelsam uxlab qopti. O'yg'atqim kelmadi. Boshqa chaqda kelay.
esilib qoldim. Aka, Hey! esilib qoldim. Kimsan? Ha? Qaysan? Qaysan deyman? Ha? Asli o'g'rikansan-da. Endi ne qochsan qani? Qochi. Aka, benim esim aldı acıttı mı? Qochqini bir ko'ray. Endi qocha. Ha? Qocha qani? Ha? Qech baqa, qochmamsa, ha? Sen Doktor, onun ahvali qanday qaraq? Boshqa o'zgarish yo'q. Xudoyim o'zi shifoliq bera. Yaxshilikni igimizdan tilayli. Xudoyim o'zi shifoliq bera. Hay bichari. Odam degan bak chidamliq ekan. 3 kun bo'lsa ko'zini ochmay yotqili. Xudoyim osonlikni bera. ustam, nechi pul? Mavcha? Sotmam, nima? Bo'ldi acha. Ko'nglingizni yerim qilma. Qandaqmi qilamiz? Qandaqmi qilamiz? Bechora aka.
To'xtab turing. Siz mas'ul doktor bo'lamsiz. Shundoq. Kasalning ahvolini o'qishayli degan edik. Ishxonaga chiqib so'zlashaylik. Qani, o'ltiringlar. Biz haliqi yordamning ahvolini o'qimoqchi edik. Sizlar zodi qaysi ahvolni o'qmoqchi? Uning hozirgi va bundan keyingi ahvolini o'qsaq degan. U kelganda uning ahvoli intayin xatarlik edi. Bugun 7-kuni. Hozirgi ahvoldan qaraganda uni asosan xatarlik bosqichini o'tib ketdi desak bo'ladi. Biroq Nima? Undaqda yana boshqa masala bormi? Shundoq. U behush odam bo'lib qolishi mumkin. Sizlarga desam, bemorning mingisi tayoq zarbasidan og'ir zaxmlangan bo'lib, badanning harakat sezgusini to'sqinlikqa uchratgan. Shunga u saqaygan taqdirdimi, u umrlik behush odam bo'lib qolish ehtimoli nihoyat cho'q. Bo'ladi demsa, biz qaytaylik. Nima bo'lmasin, uni butun kuchingiz bilan davolab ko'ring. Xotirjam bo'ling. Biray mo'jiza bo'lib qolsa ajab emas. Asirmanglar, men butun kuchim bilan tirishchilik ko'rsataman. Xo'sh emsa? Haras, heliqi gumondordan bir xabar bormi? Hozircha uningdan xabar yo'q. Lekin biz uni jazman topa olamiz. Bo'lgan ish shu aka. Doktorning deyishicha, Selimning ahvoli turaqlashibdi. Shunga ansirimisangiz bo'ladi. Selimga Ko'nglingiz ma'qul. Ko'nglingiz. Men bola terib berdim, ukam. Undaq o'ylama. Buni sizdan ko'gri bo'lmaydi. Yo'q, ukam. Siz bilmaysiz. Men asli ay sanduqni o'tirg'i chiqamsam bo'ladi. Hamma balani shu teridi. Men ballarni oldim. Men Bo'ldi, Yezimka. Siz baribir o sanduqni balalarga berdigan tursangiz, buning uchun o'zingizni ayblab ketmang. Yo'q, ukam, yo'q. Sizga desam, asli o sanduqda hech narsa yo'q edi. Hech narsa yo'q edi. Lekin siz o'tganda balalarning oldida shunda desam, siz ishonmaysiz, ukam. Asli o sanduqda pulga yaraydigan hech qanday narsa yo'q edi. O'tgan ishlarni deb kelsam, gap uzun, ukam. Mening ilgirki ahvolimni siz obdan bilasiz. Men yolg'izchilik, muhtojlikning dardini oz tatmadim. Shu kunlarda cho'ng bolalarim menga qarayanmadi. Buning bilan ular bilan bo'lgan orlig'imiz bag'ancha yiroqlab ketdi. Men bularni qancha o'ylasammi, aqlimga faqatli sig'dirolmadim, ukam. Men buni faqatla sig'dirolmadim. Men sizga desam, haliq kuni sizning o'ylingizda agar sizda mol dunyo bo'lsa, bolalar sizni beshingizni ko'taradi degan gapingizni anglab, ko'nglingizni Andın işinin tegiga yetgandek oldum. Shuning bilan
Eğer mende vallahi kaldırgıdek mal dünya olsa, vallahi şunun için bolsumu bana yıkıllaşsa, qeşimga qaytib kelsa, keyin asta balılık mehri qo'zg'ilib qolar deb o'ylab, shu quruq sandiqni Ko'nglimizda buzma. shu quruq sandiqni o'ttirg'i chiqargan edim. Bo'ldi aka. Yig'la. Lekin haqiqiy ahvolni aman bir kuni balalarga tushuntirishni o'ylab yuratdim. Ammo uninggacha bu bala qaza terildi. Endi men bu balalarga qaysi yüzüm bilan qarayman. Men balalarning oldida eg'ir gunoh qildim. Men eg'ir gunohkor. Ko'nglimizda buzma. Sabr qiling aka. Ko'nglimizda buzma. Sabr qiling. Bo'ldi aka, ko'nglingizni buzmang. Sabr qiling. Bu ishda siz ayblik emas. O'z vaqtida bolalar sizni tashlab o'tib, bolalik majburiyatini ado qilmaganlikdan ondan siz amalsiz bu ishni qilibsiz. Sho'ng siz hargiz ayblik emas. Lekin hozir Selim u Yo'q aka. Men boya sizga dedim bu. Bu ishda siz hargiz ayblik emas. Lekin men kimning ayblik ekanligini biz yoshdagilar sizning yashingizga borganda ondan tushunamiz. Esaka. Hozir men sizni Selimning qishiga olib Uni ahvolini ko'rib olam. Ondan bizning uyga ketaylik. Bizning uyda bir mezgil turib, men sizning holingizdan xabar olaman. Rahmat ukam. Rahmat sizga. Allah sizga rahmat qilsin canım ukam. Ko'nglingizni buzmang. Sabr qiling. Sabr qiling aka. Sabr qiling.
haqiqiy bo'lgan ishlar mana shu. So'roq oxirlashsin. Bo'ldi demisa, bugungi so'roq mushagichi bo'lsin. Qarindoshlik mehri chaqnag'an go'yo o'chmas u bir nur chiroq. Qarindoshlik mehri chaqnag'an go'yo o'chmas u bir nur chiroq. Sun mehri muhabbet qarindoshlik mehri toj boshqa. Qadrlansin mehri muhabbet qarindoshlik mehri toj boshqa. Bilsang ota muhtoj ay do'stim, sen bilan billa yashashqa. Bilsang ota muhtoj ay do'stim, farzand bilan billa yashashqa. Şerken er adem mal dünyaya külse akıl muhabbet. Ahirette tügüşerken her adem mal dünyaya külse akıl muhabbet. Ahirette tügüşerken her adem mal dünyaya külse akıl muhabbet.